Assalomu alaykum o'rtoqlar, akalar, ukalar. Xudo xohlasa bu videoni ko'p odam kutgandi. Videomizning mavzusi Yandexda bir kun davomida yuk tashish tarifida. Men o'zim Laboda ishlayman. Xo'p, Laboda eksklyuzivda yurib qancha pul topsa bo'ladi, qanaqa zakazlar tushadi, qanaqa yuklar bo'ladi, qanaqa situatsiyalar bo'ladi, shu haqida. Xudo xohlasa bu bizning birinchi videomiz YouTube kanali uchun. To'g'ri, kimdirlar taniydi bizani Instagramda ko'p bo'lmasa ham, ozgincha bo'lsa ham obunachilar, prosmotrlar yig'ib, ancha ko'p odam уже kuzatishni boshlayotgan momentdamiz hozir. Xudo xohlasa поддержка qilib tursanglar, bunaqa videolar bora-bora качественныйroq, qiziqroq, интересныйroq, ancha yaxshiroq, to'g'riroq aytganda, ancha olayotgan kontentimizni rivojlantirib, yaxshilab, uni sizga ancha ham qiziq va foydali qilishga harakat qilamiz. O'tda aybimiz bo'lsa yoki bu narsa xato qilgan bo'lsa, adashgan bo'lsa yoki bu narsa yoqmasa, iltimos sizlardan fikringizni yozib qoldiringlar, lekin uzr so'rab qo'yamiz oldindan, chunki bu bizning birinchi videomiz. To'g'ri tushunasizlar. Biz bloger yoki montajyor yoki content maker unaqa narsalardan umuman xabarimiz yo'q. Noldan o'zimiz boshlagan insonmiz. Videoni oxirigacha ham ko'ring, obuna bo'lib qo'ying, iloji bo'lsa hali videoni ko'rmasdan oldin o'sha like bosib qo'ysangiz ham juda ham xursand bo'lardim, okaginam. Videoni boshladik masalan. Xo'p, okalar, ertalabdan ko'rishingiz mumkin, Yandex kirsam, включить хотя бы один tarif deyapti. Bu degan fotokontrolni o'tib olishimiz kerak ertalabdan. Nima qilardik? Ketdik. Brendingni ham o'tkazdik, отправить bo'lsamiz ko'rishingiz mumkin. Zo'r mashina bilan brending. Men mashina shart emas, chunki baribir o'tmaydi. Bizda gruzoy edi. Nalini, bismillah. Pochingga nima berar ekan, ko'ramiz, xudo xohlasa. Mana 15 minutda почти tushyapti zakaz. Chinovodga ham yetib keldi, okalar. 47.500 so'm. Yangi zakaz Yunusoboddan TTZga. Yunusoboddan TTZga ketdik okalar. Bu hozircha ikkinchi zakazimiz. Birinchi zakazni qilib bo'ldik. Ikkinchi zakazni ham taxminan 10-15 minut kutgan bo'lsa kerak, menimcha. 10-15 minut kutdik. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oka yetib keldim. Ishlaymanmi kirdim-chi? Da, kirdim, oka. O'ng tomonidan orqasiga. Bo'ldi, xo'p, oka. Xo'p, mana okalar. Точкаga ham keldik. Yuklaydigan joyga. Xo'p, okalar, ortib chiqdik. 7,5 kilometr. Ortgan narsamizni bilmadim, 15 kilo. Bitta katta list. List deganda ham yengil list, qanaqadir aluka bo'libmi, bir bola shunaqa narsa, bir dona. Bu zakazimiz ham taxminan 50 ming so'm chiqadi. Qilayotgan 48 ming, 30 so'm, 50 ming bo'ladi shu bilan. 17 minut vaqt. Yetib borishimizga shunaqa ko'rsatdi karta bo'yicha. Havolar ham isib ketdi. Xo'p, okalar, ko'pincha
ortilgan narsani ko'rsatish iloji bo'lmaydi. Ortgan yuk ko'rsatish sal qiyinroq situatsiya bo'ladi ko'pincha. Klientni yonimda mana maslahat ko'rsatish mumkin. Shunaqa bitta davlat barmoqda ko'taradigan narsa. Yengil. Uzunroq lekin bundan buklab shunday solinda keltiryapti. Shunaqa yuklar ham bo'lib turadi, misol uchun. Oldimda klient yo'q. Shuni bir ko'rsatay dedim. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Xo'p, yuk tushirdik. Hozir pulni kutamiz. 50 ming so'm bo'lgan. Karta tashib berish kerak. Baka shu yerdamiz. Xo'p, o'kalar bizga zakaz tushgan. Zakaz tushayotgan payt ololmay qoldim. Hozircha o'sha Atochkaga deyarli kelib qoldik. Bu ham juda ham yaqin joyga eskuzib. Mumkin bo'lsa agar ko'ramiz nima yuk bo'ladi, necha pul chiqadi. Kuzatish davom eting. Yana zakaz tushyapti. Bundan oldingi zakazni 47.500 bilan yopdik. Uni video qilish esdan chiqib qoldi. Xo'p, TTZ Yunusobod. Bu ham yaqin zakaz. Zakazni tushirdik. Kartali zakaz ko'rishingiz mumkin. Подтвердить вручение. Sekin chiqib ketaveramiz. 50 ming so'm deb ham. Bugun faqat 50 minglik zakaz bo'pti. Bundoq qarasak. Hamma zakazimiz 50 ming. Hop. Buni ham qo'shsak agarda 50 mingdan 4 taqimiz ham ushtami tushunmadim. 4 taqimiz. Hammasi 50 minglik zakaz, 40 ming komissiyani hisoblaganda tushunarli. Komissiyani hisoblaganda 160 ming so'm qo'yapti. Toza komissiyani hisoblaganda hamma zakazimiz mana o'pishini ko'rsatganda. Bo'ladi, yomon emas. Daxolisi. Xo'p, o'kalar zakaz oldik. Charkovdanskiga naqd zakaz. Eksklyuzivda bitta manaqa go'chka ortdik, bir dona. Xo'p, to'liga chiqib o'ynayapti. Shunaqa gaplar o'kalar. Bitta go'chka taxminan 70 ming akabi summa chiqar. Ko'ramiz. Necha pul ko'rsatarkan? 60 minglar, 70 minglar ko'rsatsa kerak. Shunaqa gaplar o'kalar, kuzatishda davom etinglar. Obuna bosib qo'yinglar, obuna bosmaganlar. Yo'qolib qiziq kontentlar qilamiz kelajakda. Hop, ko'rishingiz mumkin yetib keldik zakazimizni 69 ming. Hop, o'kalar, situatsiya qanaqa hozir? Menda beznal ko'rsatyapti. Zakazimizni beznal bilgan. Zakaz olganman 798 kilometr. Lekin klient men qo'limga 50 ming beryapti. 50 ming beryapti-da, 50 ming emas, 52 ming, 53 ming beryapti-da, oshig'a bola. O'shani beryapti-da, aytyapti, to'shdi. Nalichka deyapti. Men klientga aytdim, "Oki, karta turibdi" desam, "Yo'q" dedi, "Baribir kartada pul yo'q, hozir nalichkaga to'g'irlab qo'yaman" dedi, lekin baribir karta bo'lib qolgancha qoldi. Endi nima bo'ladi, Xudo biladi. Kartaligicha qoldi-da, ish qarab o'tdi. Ko'ramiz. Menimcha 2 marta to'lov bo'ladi bu turishda, bu ketishda. Lekin klientga aytdim, nalichkaga o'tkazib qo'ying dedim, обязательно. O'rtoqlar zakaz tushirib, zakazni yopsam, kartadan pul yechilmadi.
ketdim. Bu hozir mana 6 sana qilgandim. 6 zakazı qilgandim. Bu hozir endi ketayotganim 7. Zakazlar yomon emas, o'qili. Ancha ko'payib qolgan menimcha. Soat 10 da chiqqan bo'lsam, уже 7 zakazı qoldi soat 2 da. Nima deb o'ylaysizlar o'zingizlar? Degan zakaz yomon bo'lmaydi. To'g'risini aytgan. Zakaz juda ham ko'p bo'lyapti desa ham bo'ladi. Tushuntirmayapti. Bundoq olib qarasak, obuna bo'lib qo'ydi, okalar. Hali ham obuna bosmasdan ko'rish davom etayotganlar. Xudo xolasa qiziq kontentlar qilamiz kelajakda bundan ham. Hop, savollar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Kommentariyaga yozsanglar savollarni javob berishga harakat qilamiz. Iloji boricha. Biz esa yo'lda davom etyapmiz. Dedi, okey dedi. Hop, men telefon qilaman-da, 70.500 so'mani. Telefon qilaman, necha pul ko'rsatganini menga aytdorsiz. Bolalar olib qolib, o'sha yerda pul berib yuborishadi deyishdi-da. Bo'ldi dedim, bir 6-7 minut kutib o'tirdim. 6-7 minut kutib o'tirdim. Bu itogi nima bo'lyapti? 6-7 minut kutib o'tiryapman, hech kim chiqmayapti. Примерно tushundim qattanligini. Aytayapmanki, pastga tushib ustakaligi, okalar shunaqa narsa olib qolishing kerakmi desam, ha deydi. O'tiribdi borsam. Okalar, iltimos shunaqani yuk olib qolish, berib yuborish, shu yoqqa mashina temalar bo'lsa dangal ish qilaydi, unaqa qilmaydi. Bu yoqda kutib o'tiradigan insonlar bor, bu yoqda shoshayotgan odamlar bor. Biz esa zakaz o'chiramiz. Xo'p, bugungi kunga yaqinlashtiramiz. Quyoshlashish o'ldiryapti. Hozir zakazni o'chirib turamiz buguncha. Mana 221.007 ta zakaz deyapti. 221.007 ta zakazga. Men hozircha pauzaga qo'ydim, chunki ishlarim bor. Agar bugun yana liniyaga chiqadigan bo'lsam, videoni yana davom ettirib boraman. Men ham chiqsam kerak kechqurun deganda. Shunaqa qilib okalar, kechki payt chiqsam, 5 ta zakaz kechki paytda o'zida. Bu yoqdan kartaxiylar chiqdi, hindlar, xitoyliklar hech balo emas ekan o'zi. Hindlar bu yoqda. Hindlar ham ajoyib emas ekan, xitoyliklardan battar. 4 kishi. Qozonni ushab ketar ekan orqada, laboni ichida, bitta qozonni ichida ovqat bor-da, 4 kishi ushab ketamiz orqada deydi. Yo, tushuntirolmayman, jinnimisan? Yo, polis, student domma. Yo, dotdi. O'zing bilasan, dedim, kartali zakazda atmay qilasan, dedim, qilaman dedi. Qillavay dedim, atmay qildi. Pulini yechib oldik. Bizga umuman razniца yo'q. Biz kelganimizga pulini oldik bo'ldi. Keyin yana eng qiziq joyi bunaqa narsa bizda 5 marta bo'ldi. 5 marta. Uni ko'rishinglar mumkin. Davomini yana davomi bor. Hozir qo'yib beraman, davomini ham ko'rasizlar. Gap yo'q ekan, men Yandexchiga nomerini tushirmaymiz. Men bitta 4 ta hind, bir qism sal ko'proq beraman dedi. Hop deb qolagan ishini qildirib ketishyapti. Bu hindlar vashi. Davay hind. O'z Yandex chaqirib qolagan ishini qilyapti. Eng qizig'i bize nima bo'lgan desa, zakazni naglatmay qo'rar ekan. Men orqada 4 kishi ketishim kerak edi. 4 kishi ketishim kerak edi. Atmay qilaman dedi. Quvur kartali. Bilan shunaqa jazolash kerak. Bu kartaxiylarni. Okalar, situatsiyani qaranglar. 1 2 3 4 5. O'chiring, qizil bosib turasizmi bilmadim. 5 ta atmini. Bu kech payt уже chiqaman degandim. Hammasi o'zini-o'zi atmay berdi. Bunisi labo kerak, okey dedi. Bo'pti, xo'p, labo bo'lsa, labo deb shunda borib olsam, yo, okey, bosh chaqirib qo'ydim уже deydi, atmay qilib. Sen jinnimisan, domma?
Mana bunisi borsak hindli vmagat qildi. Keyin undan chiqib mana bunga borsak bu sredniy kuzov yukini S kuzovga tiqmoqchi bo'ladi. Yo'q, agar sredniyni pulini bersangiz, olib boraman dedim. Qarasam, yo'q, oka, u yoq bu ko'tarmay to'g'ri kelmaydi dedi, aytmay qildi. Mana esa aytdi-da, aka bitta dona gul kelavering dedi. Shuni kelishim bilaman 9 kilometrdan keldim. Nalichniy edi bu lekin. Shuni kelishim bilaman 9 kilometrdan olar ekan-da, nagli atmay qo'rar ekan. Okalar mana atmay bo'lganini 5-chisini hozir egasi chiqib pul tashib beryapti. To'g'richilar video yozadi. Buni chunki уже hozir yomonlab turadi deb to'g'risi oka reallikasi. Voy bilan bu ham уже hech bo'linmasdan oldi atmay qo'rdi deb turadi. Videoni qolsangiz ko'rsataman sizga. Oka chiqib mana hozir chiqdilar. Karta tashib bering, yoki o'zim ham ishlaganman deb chiqdilar. Yuzlarini ko'rsatmayman endi. Motor bo'lmasa, noqulay bo'lsa kerak. Bu yoqda biz sekin siqilib chakib o'tiribmiz, 5-zakaz atmaydi. Bu yoq nima bo'lar ekan? 6-chisini kutamiz. Okalar aka gadat qilib turinglar. 6-zakaz nima bilan atmay bo'ladi? Ko'rishinglar mumkin akalar. O'zinglar kun qanaqa o'tdi. Itogi qanaqa bo'lyapti? 320 ming obedgacha ishlaganimiz, soat 2:30gacha ishlaganimiz 320 ming so'm. Undan tashqari 320 mingdan tashqari kechki payt chiqqanimda yana 80 ming so'm, 400 ming so'm bo'lyapti. Bitta polniy zapravka ketgan расход. Polniy zapravka 50 ming so'm bo'ldi menda polniy zapravka. 400 mingdan 50 mingdan ayirsa 350 ming so'm toza qoldi mana shu situatsiyada. Endi men obedda soat 2:30da ketib, o'zim ishlarimni qilib, kecha soat 11:30da qaytib chiqdim. Agar men kecha soat 11:30gacha tindirmasdan ishlaganimda, уже может boshqacha summa bo'lardi. Masalan, 700 ming yoki 600 ming хотя бы shunaqa summa bo'lishi mumkin edi. Даже undan ko'p bo'lishi ham mumkin edi. Bu ilojsiz narsa emas. Endi sizlar aytishinglar mumkin, menda bunaqa bo'lmayapti, menda unaqa zakaz yo'q, nimaga faqat sanda bor deyishinglar mumkin. Xudo xolasa, mana keyingi videolarda yana shu narsalar bo'yicha podrobniy qo'yamiz. Bu videoda ham aytamiz. Menda birinchidan 70+ brending, har kuni ishlayman, platina, hamma narsa eng tepasida menda. Shuni hisobiga menda zakaz tindirmaydi. Payti kelsa, taksida zakaz olgandek to'xtamasdan zakaz yopaman, ketiga zakaz, zakaz yopaman, ketiga zakaz. Даже startda ham bunchalik tez bermaydi, bundoq qarasa bir xil situatsiyalarda. To'g'ri, har doim emas, lekin ko'p hollarda. Xo'p, shunaqa gaplar, okalar. Obuna bosganinglarga rahmat sizlarni, like bosganinglar uchun ham rahmat. Kommentariy yozganlarga отдельный tashakkur bildiraman. Oxirigacha ko'rganinglar uchun endi men sizlarga bu yozgan savollarga konkretni javob berishga majburman. По-любому. Keyingi videolar nima haqida qilinglar, qaysi mavzular sizlarga qiziq bo'ladi, qaysi mavzularni ko'taringlar, qanaqa yo'nalishni o'ngga, chapga to'g'irlash, videoni stilini boshqa o'zinglar fikringlarni yozinglar. Biz bundan bir xulosa chiqazib, dars davom ettirish harakatidamiz, xudo xolasa. Eslataman, bu bizning birinchi videomiz edi. Unaqa strogiy bizani urishib so'kmaylar. Qo'yib bergan narsamizga. Vaqtingizga ham rahmat, ayamasdan ko'rganinglar uchun.